Bunaqa assortiment Toshkentda ham yo'q. Toshkentda menimcha bunaqa katta oyoq kiyim do'koni ham yo'q. Men o'yladim, kichkinaroq do'kon bo'lsa kerak deb o'yladim. Assalomu alaykum aziz do'stlar, Urganchlik kuzatuvchilarimiz, Urganchlik muxlislarimiz. Men Urganchdaman, bilasizlarmi nima bo'ldi bugun? Force majormanda. Bugun tadbirim bor, uchib kelganman, hamma narsamni olib, shu poshnali tufli olmanman-da. Endi hozir mana kech bo'lishiga qaramay, Ayakabi do'koni menga xodimlari do'konni ochib berishdi. Bugun menga Farruh yordam beryaptilar. Etiklar ham bor ekan, juda ham ko'p ekan bu birlar. Pol saposhkalar, etiklar, tuflilarni baland kabluklilari, oho, mana bu chiroyli va shu pol saposhkalar bor ekan. Как раз hozirgi sezonga kiyiladigan. Assortiment juda ham katta. Menimcha, любой kiygan odam o'ziga kerakli narsani topib ketar ekan. Zo'r, mana qaranglar, ugilar ham bor. Misol uchun, udobni oyoq kiyim. Da, chiroyli ekan. Udobni oyoq kiyim xohlasanglar, ko'chada sudrab yurishga zo'r. Bu yerda ham bor ekan. Juda ham ko'p ekan assortiment deylar. Ko'zim ham og'rib qoldi bor-ku, rang-baranglikdan. Xullas, mana anaqamni tayyorladinglar. Men shoshyapman orasidan. Men ketishim kerak. Kattakon rahmat sizlarga. Men ketdim. Bir emas, bitta tufli olmoqchi edim. 4 ta 3 ta tufli oldim. Bo'ldi. Mayli, rahmat. Azizlar, bularni do'konlari Urganchda, Raycentrda 3 ta joyda bor. 3 ta do'koninglar bor. Mana bittasida hozir turibmiz. Shuning uchun nima dedik? Shu Raycentrga kelsanglar, по-любому 3 ta do'kondan bittasiga kirib kelinglar. Ishingizga omad, Ayakabiga alohida tashakkur. Menga juda ham tezlik bilan tufli tanlab berganingiz uchun rahmat. Ishingizga rivoj, barakasini bersin. Klientinglar juda ham ko'p bo'lsin. Rahmat.